Assalomu alaykum. Avaz aka, mana siz Registon maktablari asoschisiz. Necha yildan beri siz ta'lim sohasida? Registon o'quv markazlari bo'lib boshlagan 15 yil bo'ldi. Mana shu repetitorlik sohasidan chiqib o'quv markaz ochib, mana shu nuqtaga kelgunimizcha 15 yil vaqtimiz mana shu ta'lim sohasini ichida o'tgan. Maktablarni necha yil bo'ldi boshlaganingizga? Bu yil 4-yil. Mana shu 4-yilda biz Buxorodagi filialimiz, ya'ni 6-filialimizni ochyapmiz. Hozirgacha 3000 ta o'quvchi bizda o'qiydi. Ya'ni Registon maktablarida ta'lim olishadi. Buxoro, mana xudo xolasa bu yoqda Samarqand, Farg'ona va Toshkent shaharlarida filiallarimiz bor. Ajoyib. Nechta maktablaringiz bor hozirda? Bu 6-si. 6-maktab. Demak, eng kattasi qaysi biri? Buxorodagisimi yoki boshqasimi? Xo'p, Toshkentda, Farg'onada, Samarqanddagi maktablarimiz 1000 kishilik. Bu yerda 700 dan oshiq o'quvchi o'qita olamiz bu yerda. Endi yonimizda joylarimiz bor. Hali rejamiz borki, bu yerdagi 1500 tagacha kengaytirishimiz mumkin. Hozirda shu maktab necha kvadrat metr, necha pul sarmoya ketgan, shu haqida gapirib bersangiz. Bu maktabning umumiy maydoni 1,5 gektarga yaqin joyda egallaydi. Umumiy binoning ichkarisi esa 4,5 kvadrat metrni tashkil qiladi. Xullas, bu yerda 700 dan oshiq o'quvchi bir vaqtda o'qiy oladi. Bu yerda mana kelgan vaqtimizda beton holatida, ya'ni korobka holatida deydi. Xuddi shunaqa holatidan keyin nima deydi? Pardozlash, jihozlash deydimi? O'sha pardozlash, qurilish ishlari boshlangan. Mana shu qurilish ishlarini o'ziga 1,5 million atrofida pul xarajat qilish smeta qilingan va jihozlanishi uchun yana 500 ming dollar atrofida smeta qilingan va umumiy 2 million dollar atrofida mana shu maktab uchun umumiy xarajat smetasi chiqqan. Hozirgacha shuncha sarflangan. Hozirgacha mana shuni sarflash ishidamiz. Hozirgacha mana 1 milliondan o'tdi, xudo xolasa. Menimcha sentyabrgacha jihozlarda hammasi kelib bu yerga qo'yilsa 2 milliondan oshiq xarajat ketadi. Sentyabrda o'quvchilar darsni boshlab o'qiyveradi. Sentyabrda o'qiydi. Biz o'zi may oyidan boshlab qabulni boshlaganmiz. Hozirgacha mana 250 ga yaqin ota-ona bizning maktabimizda bolalariga o'zi joy olib bo'ldi. Allaqachon. Bu yil xudo xolasa bir 500 ta o'quvchini olishni reja qilganmiz. Ba'zi bir sinflarimiz to'lib qolgan. Chunki sinfimiz to'lsa oshiqcha o'quvchi olmaymiz. Xudo xolasa ulgurib qolganga bu yilga limit shu 500 ta o'quvchi olishimiz kerak. Hozirda o'zi yarmi to'lib bo'lgan. Ajoyib. Avaz aka, mana bu SAT 1530, 1550, IELTS 8,5 bu o'qituvchilarning natijalarimi dars beradigan? Yo'q, bu natijalar o'quvchilarimizniki. O'quvchilarning natijalari bu oxirgi mana 3 yil davomida olgan natijalarimiz. Xo'p, bu natijalarga qanaqa erishildi? Bizda maktablarimizda litsey programmasi degan alohida bo'lim bor. 9-10, 11 sinflarni alohida olib o'qitamiz, tayyorlaymiz. Ular 12-14 soatgacha matematika, ingliz tilini o'rganishadi va IELTS va SAT ga tayyorlanishadi. Agar oddiy kursga borsa bola, har kuni borsa ham 6-7 soat o'rganadi. Lekin bizda bu 2x ko'proq, ya'ni 12-14 soatgacha hafta davomida fanlarni o'qishadi. Ya'ni bu degani bizning maktabimizga berilsa, bu kursga borish shart bo'lmay qoladi. Demak, sizni Registon maktablarida o'qib turib, kursga bormasdan olingan natijalar. Kursga bormasdan bizning o'qituvchilarimizning o'zlari tayyorlagan natijalar, mana shu natijalar hisoblanadi. IELTS bo'yicha, SAT bo'yicha bu umumiy programma bilan keladi. Har bir o'quvchini biz quyi sinflardan tepaga olib chiqib kelamiz. Ular 9-10-11 sinfda IELTS o'qishadi, SAT o'qishadi va 10-sinfda bu o'quvchilarning ko'pchiligi hozirda grant yutib xorijda o'qiyotgan o'quvchilar ham hisoblanadi. Hatto shunaqalari ham bor. Ular Kanada, Amerikada va boshqa mamlakatlarda yaxshi universitetlarda grant yutib olishgan. Ajoyib. Avaz aka, mana Buxoroning o'zida ham, O'zbekiston bo'yicha ham xususiy maktablar juda ko'p. Davlat maktablari ham ulardan-da ko'proq. Shu Registon maktabini boshqa xususiy maktablari yoki davlat maktablaridan farqlaydigan narsalar nima? Asosiysi. Farqlaydigan narsalar aslida ko'p, lekin eng muhimlarini sanaymiz. Birinchisi tajriba va tizim. Ya'ni Registonni 15 yillik tajribasi va tizimi mana shu maktablarning ichiga joylashtirilgan dasturlarida. Ya'ni mana bunaqangi biz ingliz tili va matematika bo'yicha alohida
kitoblarimiz bor. Mana bu ikkinchi sinfniki. Har bitta sinf bo'yicha alohida dastur qilingan. Bu birinchisi, eng muhimi. Ikkinchi alohida ajralib turadigan jihati maktab aniq programma bo'yicha jismoniy tarbiyaga, hayotga tayyorlash yo'nalishi bo'yicha, ya'ni qizlarimiz, yigitlarimizni hayotga tayyorlash yo'nalishi bo'yicha ham alohida darslari bor. Masalan, qizlarimiz uchun pishiriq pishiradigan, tort tayyorlaydigan, tikish bichishni o'rgatadigan yo'nalish bor. Undan tashqari o'g'il bolalarga texnologiya darslari bor. Ya'ni bir vaqtlar mehnat darslari derdi, biz esa umuman boshqacharoq shaklda o'g'il bolalarga o'rgatamiz. Ya'ni bu ikkinchi usuli. Undan tashqari umuman mana bu sinf xonalarimizni tuzilishi boshqa maktablardan farq qiladi. Ya'ni mana bu deylik interaktiv doskamiz va bu marker bilan yoziladi. To'g'ri, buni hamma qilishi mumkin, lekin mana bu interaktiv doskani ichkarisidagi asosiy miyasida bu dasturlarimizni programmalar joylashgan. Shu kitoblarni. Xuddi shu kitoblarni va bu bizani o'quvchilarimiz va o'qituvchilarimizga o'qitishga juda oson bo'ladi va butun Registonda bir standartni tashkil qilib beradi. Undan tashqari har bir sinfimizda mana shunaqangi suv bor. Suv juda ham muhim, chunki o'quvchilarimiz xohlagan paytida suv ichishlari mumkin. Suv vaqtida bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Qo'l yuvishlari uchun rakvinamiz bor. Ya'ni bu Registon standartlari mana shunaqa shaklda qo'yilgan va bu ham bizani boshqa maktablardan ajralib turadigan tomoni. Ajoyib. Ko'p kishi baribir shu Registonni Toshkent maktab deb o'ylaydi-da. Toshkent maktab deyishadi, Toshkentda asoslangan. Xo'p, endi hozir Buxoroda o'chyapsizlar, Farg'onada, boshqa viloyatlarda ham bor. Bular farq qiladimi bir-biridan? Toshkentda boshqacha qiladi, yaxshiroq, Buxoroda yaxshiroq emas deb shunaqa bo'ladimi? Yo'q, bizda standartlar bir xil. Butun maktablarimizda mana shu sinf xonadan tortib darslarda programmalarigacha bir xil shaklda bo'ladi. Mana shunaqa aynan mana shu narsani ko'rish mumkin. Farg'onada ham, Toshkentda ham, Samarqandda ham mana bu joyda narsalarni qo'yadi, bu joyga kiyimlarini qo'yadi qish vaqtlarida. Eng muhimi yana bitta Buxoro uchun alohida joyi. Buxoroda bizda o'zimizda 5 yil ishlagan va 25 yilida Buxorodan Toshkentga borib, u yerda o'qib, o'rganib, Toshkentda ishlagan ta'lim sohasining mutaxassisini biz direktor qilib mana shu Buxorodagi maktabimizga olib kelyapmiz. Ular esa bu yerda xudo xolasa eng zo'r ta'lim maskaniga aylantiraman deb niyat qilib kelishgan. Xudo xolasa niyatlariga yetsinlar. Ajoyib. Yana bir savolim shundaki, ana shu O'zbekiston bo'yicha 2-3 viloyatlarda Registon maktabi bor dedingiz. Nima uchun aynan Buxoroda keyingi filialni ochishga qaror qildingizlar va nima uchun aynan hozir? Boshqa viloyatlarda mana Samarqandda, Farg'onada bor bizda. Mana bu uchinchisi Buxoro shahrida ochyapmiz. Buxoroni masalan men o'zim har doim havas qiladigan joyim bu yerda matematika va ingliz tiliga o'ta kuchli iqtidor egalari bor va biz butun Registon jamoasi bilan butun O'zbekistonni iqtidor egalarini qidiramiz. Sababi olimpiadalarga olib chiqamiz, tanlovlarga, har xil butun dunyo bo'yicha shunaqangi musobaqalar bor, bilim bo'yicha, til bo'yicha. Mana shu Buxoroda potensial katta deb bilamiz va mana shu yaqinda grant imtihonini ham o'tkazdik. Biz o'zimiz ko'rdikki, biz endi butun O'zbekiston bo'yicha ishlaganimizga solishtira olamiz. Bu yerda baribir yaxshi ta'lim olgan ingliz tili va matematikani iqtidor egalari bor ekan va ularni biz bepul o'qishga oldik. Ya'ni grant asosida o'qishga oldik. Ularni xudo xolasa boshqa o'quvchilarimiz bilan birgalikda tayyorlaymiz va dunyo arenalariga olib chiqamiz. Ya'ni yuqorida aytganingizdek boshqa maktablardan bizning farqimiz, bizda olimpiadaga tayyorlaydigan alohida o'qituvchimiz bor. Yo'q-e. Alohida u boshqa o'qituvchilardan farqli olimpiadaga tayyorlaydigan o'sha iqtidorli bolalarni olib, ular bilan darsdan keyin shug'ullanadi. Qo'shimcha olimpiada uchun aynan. Faqat olimpiadaning o'ziga va shuning uchun yaxshi bir natijalar ko'rsatadi. Bu ham sizlarning bir faxringiz. Ta'lim sohasidagi hozirgi holat sizni eng qayg'uga soladigan narsa nima va sizga nima umid beradi?
Xo'p, hozirgi kunda O'zbekiston aholisi mana yaqinda ro'yxatga olish bo'ldi. 39 milliondan oshibmiz. Ya'ni bu son yana oshib boraveradi borgani sari va davlat maktablariga, umuman maktablarga bosim oshib boryapti. Mana shu xavf emas, bu muammo deb bilaman. Ya'ni qaysi tomondan maktablarimizda joy muammosi bo'lyapti. Ya'ni bitta sinfda o'zi 24 tagacha degan standart bor o'zi butun dunyo bo'yicha. Lekin biz nima qilyapmiz? 30 ta, 35 ta kerak bo'lsa yaxshi o'qituvchiga 40 ta, 45 tagacha bitta sinfda o'qishyapti. Mana shu eng katta muammolardan bittasi. Buni yechimiga deylik, masalan, bizlar ham xususiy maktablar, davlat maktablari bilan birgalikda harakat qilyapmiz yopishga. Umid beradigan narsa nima desak, umid beradigan juda ham ko'p islohotlar, juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Eng muhimi xususiy maktablarga beriladigan imkoniyatlar deb bilaman. Chunki ular raqobatlashib xalqqa, o'quvchilarga yaxshi sifatli ta'limni berishadi. Masalan, oddiygina mana shu yilda Buxoroning o'zida adashmasam bir 5 ta xususiy maktab ochilyapti va mana shu maktablarni yaxshi, bir-biridan yaxshi qilamiz deb, bir-biridan zo'r qilamiz deb harakat qilishini o'zi bu yerda aholisiga, o'quvchilariga juda katta yaxshi yutuqlarni beradi. Albatta. Zo'r, yaxshi bo'ldi. Xo'p, yana bitta savolim shundaki, O'zbekistonda xususiy maktablarni rivojlanyapti. 5 yildan keyin buni qanday ko'rasiz? Nima deb ko'rasiz? 5 yildan keyin qanday bo'ladi holat va undagi Registon maktablarini aynan o'rni qanaqa bo'ladi 5 yildan keyin? Registon maktablarini rejasi bizda konsepsiya shaklida tuzib bo'lganmiz. Bu endi boshlayotgan paytimizda yo'q, biz 22 ta Registon maktabini filialini ochamiz deganmiz. Bu butun respublika viloyat markazlarida va Toshkent shahrining o'zida ko'proq miqdorda ochiladi. Ya'ni 6 ta reja qilganmiz. O'shalar bilan birgalikda mana Samarqandda 3 ta reja qilganmiz biz. Xudo xolasa shularni hammasini qo'shadigan bo'lsak 22 ta filialimiz bo'ladi va 5 yildan keyin biz o'zi tizimlashgan va faqatgina sifatga, faqatgina ta'limni o'stirishga harakat qiladigan bir maktabga aylanamiz. Qanaqa xususiy maktablarning kelajagi bo'ladi deydigan bo'lsak, xususiy maktablar tobora ko'payib boradi. Mana hozirgi statistikaga ko'ra, hozir 700 dan oshiq xususiy maktab bor O'zbekiston bo'yicha. Va bu borgan sari ko'payib boradi va saralanib boradi. Yaxshi xususiy maktablar, yaxshi ta'lim beradigan, hamma tomonni raqobatga chidab beradigan maktablar qolib, boshqalari esa yo'qolib boraveradi. Bu tabiiy saralanadi va 5 yildan keyin katta ehtimollik bilan respublikada haqiqiy ta'lim beradigan zo'r xususiy maktablar yuzaga chiqib qoladi. Hozir biror bir xususiy maktab bunga da'vogarlik qila olmaydi, lekin yaqin 5 yilda bu chiqadi, xudo xolasa. Registon mana shu qatorda bo'ladi deb harakat qilyapmiz. Xudo xolasa. Hozirda mana maktab boshlanishiga bir kam vaqt qoldi va ota-onalar hozir juda o'ylanib turishibdi. Bolalarni qayerga bersam, qaysi maktabga bersam deb turgan ota-onalar bor. Shularga nima degan bo'lardingiz? O'zimni farzandimdek ko'raman avvalo har bir o'quvchini. Demak, ular maktab tanlayotganida maktabni turli tomondan tanlash kerak bo'ladi. Maktab tanlashda o'zi ham bir ilm desa bo'ladi. Albatta, katta ilm. O'shaning uchun 4 ta yoki 5 ta maktabga borib, ko'rib, u yerdagi sharoitlarni o'rganib, o'qituvchilar tarkibini ko'rib va eng muhimi o'sha maktabni yangi maktabmi yoki tajribali maktabmi, avval maktab yuritib, o'sha yo'ldan yurib ko'rganmi, yo'qmi, mana shu narsani eng birinchi navbatda bilish kerak. Mana uzoq muddatdan maktab yuritib kelayotgan xususiy maktablar bular yaxshi tizimni biladi, tushunadi. Tavsiya qilamiz ularga, demak ota-onalar mana shu muhim nuqtalarga e'tibor berish kerak. Chunki ota-onalar farzandini shunchaki vaqtini o'tkazishga emas, pulini to'laydi, vaqtini beradi, o'shanga yarasha bir mukammal, yaxshi sifatli ta'lim beradigan, ham tarbiya beradigan maskanni tanlashlari kerak. Mana shu o'rinda Registon ham o'zini taklifini beradi. Bu
raqobatda shunaqa, hamma o'zini taklifini beradi, o'zini takliflarini orasida mana bizda ham axloqiy tomondan, ya'ni tarbiyaviy tomondan, ham jismoniy tomondan, ham ilmiy, ya'ni aqliy tomondan rivojlanish bo'yicha bizani uzoq yillik konsepsiyamiz bor. Mana shu uzoq yillar davomida ishlab chiqilgan konsepsiya asosida biz o'quvchilarga ta'lim beramiz va yaxshi o'qituvchilar jamoasi bilan birgalikda biz ko'p vaqt emas, 3-4 oy ichida yaxshigina natijalarga chiqaramiz deb o'ylaymiz. Shu ota-onalar nima kelib ko'rmoqchi bo'lsa, biron kuni bormi? Har kuni kelishsa bo'ladimi? Xo'p, har kuni kelsa bo'ladi aslida, lekin alohida mana masalan shaxsan o'zim bilan ko'rishadigan yoki o'zim bir ma'lumot beradigan kunimiz bor. Bu 18-iyulda biz shanba kunini reja qilyapmiz. Mana shu kunda ota-onalarni taklif qilamiz. Ular kelishsa, shaxsan o'zim prezentatsiya qilib, ya'ni butun bir maktabimiz falsafasi deymiz, ya'ni maktabimiz konsepsiyasini tushuntirib beradigan va produkt deymiz, ya'ni har bitta ta'lim yo'nalishi bo'yicha biz nima ishlar qilishimizni ichkarisigacha ochib beradigan kunimiz bo'ladi. O'sha kuni kelsa ham maktabimiz sharoitlarini ko'radi, ham mana shunaqangi bizning maktabimiz konsepsiyasi bilan tanishib ketadi. Demak, 18-iyul kuni ochiq eshiklar kuni bo'ladi. Ha, shunday ochiq eshiklar kuni desak ham bo'ladi yoki maxsus uchrashuv desak ham bo'ladi. Chunki har doim ochiq eshiklar kuni o'tkazamiz, lekin hammasida men qatnasha olmayman. Lekin bunisida men qatnashib, ota-onalarga to'g'ridan-to'g'ri o'zim ma'lumot beraman. Zo'r, rahmat. Xudo xolasa kutib qolamiz ota-onalarni kelib nima qilishsin. Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling.